34 million so'mga qayerlar tunkafon bo'ldi. Sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Navbatdagi tunkafon xizmatimizni Namangan viloyati Norin tumani Toshqinda, xudo xolasa mana shunaqa go'zal qilib, hozirgi paytda trend bo'layotgan pianino fasonimizdan qilib berganmiz. Xo'p, xonadonimizga atigi 34 million so'm pulga hamma xarajatlarni o'zimiz olib borib, xonadon egasini ovora qilmagan holatda tunkafonlarni qilib berdik. Agar sizlarga ham mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol quyida raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa kelishib olsak, navbatdagi tunkafon qiladigan xonadonimiz aynan sizning xonadoningiz bo'lishi mumkin. Xo'p, eslatib o'tamiz, tunkafon narxlarimiz 120 mingdan 140 minggacha, 150 ming, 160 ming joiz holatiga qarab, material yuqi qalinligiga qarab, xudo xolasa qilib bermoqdamiz. Joiz ko'rib, ishiga qarab narxlarini kelishamiz, qadrdonlar. Faqat ishlatilgan materialning kvadratiga kvadrat hisoblanadi, joyida kvadratiga emas. Buni aytishimizning sababi tunkani bukilishi, qatirilishining hisobiga joyida kvadratdan ko'proq material ketadi. Sizlar ketgan materialning kvadratiga pul berasizlar, qadrdonlar. Xonadonimizga oqqa mo'kri rangdan ko'proq foydalanganmiz. Do'stlar, videolarimizga like bosib, uyga tunkafon qilmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga albatta jo'natib qo'ysanglar, foydadan xoli bo'lmaydi. Koridorlarimizga ham hatto tunkafonlar qilib berganmiz. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.